Sizlar bilan hozir bitta ijtimoiy so'rovnoma o'tkazamiz. Iltimos befarq bo'lmang. Bor yo'g'i 10 sekund vaqtingiz ketadi. Sizga 3 tagina savol beraman. Mana shu savollarga kommentariyada 1, 2, 3 deb javob yozib ketishingiz kerak bo'ladi. Bu sizning fuqaroviy burchingiz hisoblanadi va sizning huquqiy bilimlaringizni oshirishga bu juda ham katta hissasini qo'shadi. Birinchi savolim: O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi sizning uyingizda yoki ishxonangizda, yoningizda mavjudmi? Ikkinchi savolim: O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini siz o'qib chiqqanmisiz? Uchinchi savolim: siz O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasining ichidagi ma'lumotlardan hayotda, amaliyotda qo'llab foydalana olganmisiz? Mana shu savollarga kommentariyada javob qoldirishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Videoni yaqinlaringizga yuborib qo'ying, hammaga yuborib qo'ying. Katta yoki kichkinaga. Bu ijtimoiy so'rovnomada hamma qatnashishi kerak. Bizni keyingi beradigan ma'lumotlarimiz mana shu ijtimoiy so'rovnomaning javobiga asosan bo'ladi. Ya'niki sizga O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini biz oddiy qilib sharhlab beraylikmi, murakkab qilibmi yoki soddaroq qilibmi, yuridik tildami, oddiy tildami? Mana shunga asosan biz sizga konstitutsiyadagi bilimlarni ulashamiz. Shu sababli videoni yaqinlaringizga yuborib qo'yib, ijtimoiy so'rovnomada aktivroq qatnashishingizni so'rab qolgan bo'lardim.